Yangi O'zbekistonning milliy armiyasida shoirlar ham safdoshdir. Ta'lim tarbiyasida, ya'ni har bir ijodkor, har yozuvchi yo adib sardor bo'lmog'i kerak, bilimdon va batartib. Navoiy bobomizdan timsol keltirsam agar, necha ming ko'ngillarni uyg'otmog'im muqarrar. Har shoir, har askarga qat'iyat kerak, shiddat kerak, azm. Diyor shu safda men ham borman, ne baxtu saodotu baxtingga daxldorman. Dunyoda vatan tanho, xalq millat yagona, millat bedor bo'lsaga tinch bo'lgaydir zamona. Mening ham ko'ksim to'la iftixor, o'zbek armiyasi bor, o'zbek xalq ham boydir. O'ylasam shu vatanni jimirlar ko'ngillarim, eng mening sarbozlarim, mening generallarim. Har jangovar askarning biz ham tengdoshlarimiz, qalamlar qurollangan qurolli kuchlarimiz. Kim Temurxon boboning qudratini bilmagan, bobo orzu qilgandek xayolga kelmagan. Kimki shubha qilgaydir dimog'i kamoliga, Timurbeklar maktabi javobdir savoliga. Navoiy bobomizdan timsol keltirsam agar, necha ming ko'ngillarni uyg'otmog'i muqarrar. Har shoir, har askarga qat'iyat, shiddat kerak, azmu shijoat kerak, ilmu ma'rifat kerak. Bunda har on askarlar aql, fahm, farosat, dunyoviy bilimlar ham matonat va sadoqat. Vatan jon vatandadir, jon vatan jon vatandir. Vatanparvar insonlar jon chekib jon tikkandir. El vatan udra to joni bor deb aytgan kishi harf etar toki imkoni bor deb aytgan. Angladimki dunyoda na jon na ton abadiy, faqat vatan abadiy, faqat vatan abadiy. Mening har bir she'rim hayotim mamotdir, oliy bosh qo'mondonga ichgan qasamiyatimdir.